Nega tabiiy yo'l bilan homilador bo'la olmayapman? Tabiiy yo'l bilan homilador bo'lish uchun bir nechta faktorlarni tekshirishimiz lozim bo'ladi. Bulardan birinchisi ayolda ovulyatsiya bo'ldi yoki bo'lmadi. Tabiiyki ovulyatsiya bo'lmasa homiladorlik ham kuzatilmaydi. Ikkinchisi bachadonning ichki holati. Ya'ni bachadonda turli xil to'siqlar bo'lishi mumkin, bachadon ichida turli xil poliplar joylashgan bo'lishi mumkin yoki miomalar yoki tuxumdonlarda joylashgan turli xil kistalar bular bo'lishi mumkin, endometrioidli kistalar. Shu holatlarni ham o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi bu bachadon naylari o'tkazuvchanligi. Agar bachadon naylari o'tkazuvchanligi yo'q bo'lsa, tabiiy homiladorlik yuzaga kelmaydi. Keyingisi bu o'sha erkaklik faktori, ya'ni urug'i tekshirishimiz lozim bo'ladi. Va e'tibor qaratmaydigan lekin eng muhim faktorlardan bittasi bu psixologik omillar. Ular ham muhim ahamiyatga ega. Shu omillarning hammasi birgalikda bo'lgan holatdagina tabiiy homiladorlik bo'lishi mumkin.